Yangi uylanayotganlarga lifehack, Instagram va Telegramni butunlay o'chirib olishni o'rgataman. Eng avval Telegramni udalt qilishni o'rgataman. Buning uchun Google ga kirib, Telegram delete deb qidiramiz. Botdan birinchisiga kirib olamiz. Botga esa o'chirib olmoqchi bo'lgan Telegram raqamingizni kiritasiz. Telegramga esa mana bunaqa kod keladi. Bu kodni kopirovat qilib olib, Google ga o'tib, so'ralgan joyga vstavit qilamiz. Mana bu yerga ptichkani qo'yib, sign ni bosamiz va Telegram tek-tugi bilan o'chib ketadi. Endi esa Instagramni ko'rsataman. Siz undan oldin like bosib qo'ying, bu video boshqalarga ham kerak bo'lib qolishi mumkin. Buning uchun profilga kiramiz va uchta chiziqchani bosamiz. Center accountga kiramiz va pastga tushib, lishniy informatsiyaga kiramiz. Bu yerdan esa владениyani bosamiz va birinchi bo'limga o'tamiz va deaktivatsiya va udalikka kiramiz. Bu yerga kirib Instagramni tanlaymiz. Agar deaktivatsiyani bossak, profilimiz vaqtinchalikka o'chiriladi. Biz esa udalt akkauntni bosamiz. Bu yerda ko'rsatilgan sabablardan bittasini tanlab, продолжить qilasiz. Eslatib o'taman, Instagramda o'chirgan profilingizni 30 kun ichida tiklashingiz mumkin. 30 kun ichida tiklamasangiz, u butunlayga o'chib ketadi.